Bu odam suratlarda muloyim ko'rinardi. Ammo aslida shunday nomaqbul joylarga kelishni yaxshi ko'rar ekan. Yine xonim bu yerga qanday yolg'iz keladi? Ikkingiz uni kuzatib boring. Uni xavfsizligini ta'minlang. Sochini bir tolasiga zarar yetsa, sizdan javobini olaman. Bu bo'ladi, janob. Janob, bu ayol sizga qarshi chiqdi. Uni jazosini beraman. Ammo iltimos meni kechiring. Rostdan ham mening xabarim yo'q edi. Sinan janoblar, men ishq sezgisini yoqishim kerak edi. Ichimlik taklif qilayotganda quchog'ingizga tushmasligim kerak edi. Ammo bu siz ekaningizni bilmagandim. Agar bilgandan aslo bunga jur'at eta olmagan bo'lardim. Eski usulda qilamiz. O'sha tutatqani. Pulini unga yediring va ko'prikdan pastga uloqtiring. Janob, meni kechiring. Janob, kechiring. Janob, Leon guruhining raisi sizga qo'ng'iroq qildi. Siz bilan hamkorlik haqida gaplashmoqchi ekan. Tan guruhi sizning shahridagi barcha sohalarni o'z qo'lida ushlab turib, Tan guruhining roziligi shart. Otam hamma narsani juda yaxshi biladi, ammo Tanyulini ishni qo'lga olishga ijozat beradi. Xo'jayinimiz ko'ngli bo'sh odam. U axir uning yagona nevarasi. Shuning uchun doim unga yo'lni ochib beradi. Agar aralashadigan bo'lsam, Tanyuli kabi noloyiqni ezayotganimni aytishadi. Yaxshisi, Ruaniniya borsan. Janob, kelinoyim Sunsiz yani eshitishimcha yaqinda ikkita qizni majruh qilib qo'yibdi la'nati. Iflosliklarga aralashib yurganmish. Ancha dov yurak ekan. Agar unga tegishga jur'at etsa, tobutni tayyorlab qo'yavering. Janob Sun, qani sog'lig'ingiz uchun? Voh, qanday go'zal qiz. Demak, ish masalasi bo'yicha ko'rishgani kelibdi-da. Salom, men Ruan Yinman. Bu mening loyiha taklifim. Agar ma'qul topsangiz, tafsilotlarni hozir gaplashishimiz mumkin. Yo'qmasa keyinroq gaplashamiz. Tafsilotlar deysizmi? Bu yerning qoidasi shunday. Avval ichamiz, keyin ish. Sharobdan oling, keyin gaplashamiz. Janob, biz kelishganlik shekilli. Aralashma. Ish degani har onda o'zgarishi mumkin. Siz kabi go'zallar har joyda o'ziga xos imtiyozga ega bo'lish kerak, shunday emasmi? Janob Sun, axir biz birga kelgandik. Buncha shishqaloqlik qilma. Xonim afandi, ichasizmi yo yo'qmi? Barakalla, ajoyib. Yana qadahni to'ldiring. Xonim afandi, agar yuragingiz bo'lsa, bu qadahni ham men bilan ichasiz. Shunda men shartnomani darhol imzolayman. Bu dori juda kuchli. Uni ichgach butun va'daning qiziydi va yechinishni darhol xohlaysan. Ruaniniya, agar buni ichsang, bu oqshom seni nomingni men bulg'ayman. Yaxshiyamki men bunga uylanmagan ekanman. Bo'lmasam bu ayol meni sharmanda qilardi. Janob Sun, nima deganimni unutdingizmi? Men Ruaniniyaman. Shuningdek, Tan oilasining hozirgi rahbari Tansiyanning xotiniman. Janob Sun, hali ham buni ichishimni xohlaysizmi? Oy, gaplari rostmi? U rostdan ham Tan oilasining xonimimi? O'zim eplayman. U nomigagina kelinoyim. Sen rostdan ham amakimning ismidan foydalanib bizni to'xtata olaman deb o'yladingmi? Ha, pochchamning ayollardan nafratlanishini bilmaydigan bormi? U to'yga qatnashishni ham xohlamadi. Nima uchun u seni o'ylashi kerak, aytchi? Ruaniniya, Tansiyanga turmushga chiqib, oila rahbarining xotini bo'lsang ham nima qilibdi?
Meni sevib asraydigan erim bor. Seni-chi? Sen shunchaki hech kimga kerak bo'lmagan bir kimsasan. Sen janoblarini boyagina narigi xonada ko'rdim. U nega sen bilan birga kelmadi? Balki sen janoblari bu ayoldan qutulganimiz uchun bizdan minnatdor ham bo'lar. Xonim, suyanchig'ingiz unchalik ish bermayapti shekilli. Madomiki shunday ekan, bu sharobni indamaygina icha qo'ya qol. Ich uni. Nima? Yetarlicha ichdingmi Sunse? Yana bir qadah xohlaysanmi? Ushlanglar uni. Jin ursin seni. Bu la'nati menga qo'l ko'tarishga qanday jur'at etdi? Tan oilasi Leon guruh bilan hamkorlik qilishga jon beryapti. Bugun senga o'z kuchimni ko'rsataman. Kimga kuchingni ko'rsatmoqchi eding?